ekan. Nima qilib uylansa? Siz 30 ga kirib hali ham sovchi yuborganingiz yo'q. Sovchi yuborishibdi uyimga. Hozir yigit bilan ko'rishishim kerak deyapman. Vahima qilmagin. Oldin kelsin, ko'raylik, gaplashaylik, yaxshi bola bo'lsa keyin. Nima keyin? Men tushuntiraman vaziyatni, o'zim gaplashaman. Xavotir qilma, sen osonlikcha berib qo'ymayman. Rostdanmi? Ha? Zarifa, menga o'tmishingiz umuman qizig'i yo'q. Muhimi to'ydan keyin baxtli bo'lsak bo'ldi. Kechirasizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xohlasangiz o'qiysiz, xohlasangiz ishlaysiz, xohlasangiz tegizga mashina berib qo'yaman. Xullas, xohlagan narsangizni muhayyo qilib beraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima buyurasizlar? Qovun bormi? Qovun olib keling. Xo'p bo'ladi. Bizani kuzatib yuribdim bu. Ikkita institut bitirganman, bizneslarim bor. To'ydan keyin xohlagan davlatingizga olib borishga qurum yetadi. Aytgancha, boks bo'yicha 2 karra Osiyo chempioniman. Xullas, men sizni baxtli qilmoqchiman. Menga turmushga chiqishga rozimisiz? To'g'risini aytsam, Stop! Men boydan beri hamma gapinglarni eshitib turibman. Haqiqatni aytish payti keldi. Menga qara, kimsan sen, ha? Men gadoy bo'lsa kerak. Mayda pulingiz bo'lsa berib yuboring. Boyadan beri oyoqdayda o'rlashib joyiga tegib ketdi. Ha, Men sizga turmushga chiqishga roziman. qani bo'lsa ketdik. O'tiring. Aha. Yakaz yo'lchi. Yapı. Zato 100 milyon bu adamı. Ay 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 ay